Bugun biz sizlar bilan pishiriq biznesi, konditerskiy sexlar ochish uchun kerak bo'ladigan anjomlardan biri bo'lgan xamir qolgichlar va mikserlar haqida gaplashib o'tamiz. Xo'p, birinchi o'rinda ko'p so'rashadigan mana bu toifadagi ko'p pullarning mikserlar haqida gaplashamiz. Bu mikserlar trivatnon bo'ladi, ya'ni uchtasi birda. Bu degani ko'pincha aqroq olib kelindi. Mana bitta venchiga bo'ladi, komplektida bunaqangi lopatkasi va xamir qiladigan spirali bo'ladi. Shu toifadagilar 30 litrgacha bo'lgan turlari bo'ladi. 30 litr, 15 litr, 10 litr, 7 litrli va 5 litrli. Ya'ni B5, B7 lar, B ular ko'pincha litrni olib B qo'shib bersa, modelni nomi kelib chiqadi xullas, akada. Mana birinchisi B5 dan boshlaymiz. Buni 3 ta skorost bo'ladi, hammasida 3 ta skor bo'ladi. Ya'ni venchiga moslab mana rasmlarga qo'yib qo'ying. Mana u lopatkaniki pastda tursa, tevaga olsa spiralniki, eng tevadagisi nimani venchiginiki bo'ladi, tuxum ko'pirtirgan. 5 litrligini narxiga keladigan bo'lsa, hozirgi kunda $195 tashkil qiladi. B7 lar narxiga keladigan bo'lsa $215. Narxni tashlab o'tiramiz. B10 buni narxi hozirgi kunda $320. 15 litrligi $350. 30 litrlik ikkita toifasi bor, ko'rib turganingiz. Ya'ni stangon tsveti bilan va bo'yalgan oq rangi bor. Bularni narxiga keladigan bo'lsa $390 ga $430 qilib beramiz. Buni oldilarni yopiladi. Buni qozon paskab peshibdi. Bular spiral mikserlar. Bularda o'zi nima qilinadi, qanaqa funksiyalar bajaradi degan bo'lsalaring, bular ham xamir qiladi, ham zvivalka vazifasini bajarib, tuxumlar ko'pirtirib beradi. Ob'yomli ishlarga qarab, katta kichkinaga qarab. Bular o'zi spiral mikserlarimiz bo'ladi. Bular universal meshalka vazifasini bajaradi, ya'ni xamirni qattiq va yumshoq toifali xamirlarni bemalol tayyorlab beraveradi. Ya'ni mana bunisi keladigan bo'lsa, bu 30 litrlik. Ko'rib turganingizdek tez, sekin, to'g'ri adashib ketdim. Fast tezlik bo'ladi, slow sekin, mana bunisi yana ham sekin. Sammy medlenniy, uni tashqari timer bor, stop. Ko'rib turganingizdek, bu ochganda to'xtaydi. Bezopasnost uchun qopqog'i ochilganda to'xtash rejimi ham mavjud. Bular nimaga bunaqa funksiyali? Ya'ni o'sha aytganimizdek qattiq va yumshoq xamirlar qilaveradi. Ko'proq kurasan, bulishga qiladigan konditerskiy sexlar oladi bularda. Narxiga keladigan bo'lsak, bunisining narxi hozirgi kunda $585 30 litrligi. Bu mikserimiz bo'lsa 45 litrlik. Buni hozirgi kundagi narxi $850 tashkil qiladi. Bunisi 54 litrlik mikserimiz hozirgi kunda eng kattasi desak ham bo'laveradi. Bundan kattalari bor edi, sotilib ketib qoldi. Hozirgi kunda narxi $1050 tashkil qiladi. Endi yo'q, menga bunaqangi universal shaklas hozirgi kunda aytaylik bir xil toifada, bir xil yo'nalishda ishlayman. Ya'ni mani bulchka qilmoqchiman, bulchka emas, aytaylik buxanka ishlab chiqarmoqchiman, borka deydigan bo'lsangiz, borka ishlab chiqarish uchun, ya'ni o'sha xalq tilidagi borka nonni ishlab chiqarish uchun yumshoq xamir bo'ladi. Ularga Turkiyaning Cho'g'dosh firmasi va Neonova firmalarining meshalkalarni tavsiya beramiz. Sababi bular yumshoq xamir qilish uchun eng samarador meshalka hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, bu ikkalasi 50 kilolik, bunisi Neonovaniki, bunisi Cho'g'dosh firmaniki. Farqi nimada desalaring, farqini mana bilmayman to'g'risi. Buni farqi ko'pincha qozonida bo'ladi. Buni qozonining diametri kattaroq, lekin chuqurligi kaltaroq bo'ladi. Neonovaniki qozonining diametri bunikidan sal kichkina, lekin balandroq bo'ladi. Ko'rib turganingiz, farqi shunda. Xo'sh, bizga yana klientlar kelganda ko'proq savol beradi. Misol 50 kilolik xamir tayyorlaydigan meshalka qancha to'k sarflaydi? Fikrlaringizni sira ajoyib tavsiya qilib kommentariy yozib ketinglar. Biz ungacha ko'rsatamiz. Mana qaranglar, bu Neonova hozirgi kunda 1,5 kilovat. Ya'ni o'sha turklar ham, xitoylar ham bilib qoldi. Bizda tokga limit borligini hatto ular ham bilib, ya'ni turklarni kamiydigan qilib kelyapti. Misol Cho'g'dosh firmaniki, 1 kilovat. 1 kilovat tok yedi xolos. Bular narxini ham aytib ketaveramiz. Bular 50 kilolik ekosi, bu 35 kilolik, mana bu ikkalasi 25 kilolik, bunisi 15 kilolik va kichkina toifa 10 kilolik. Narxiga keladigan bo'lsak, kattasidan boshlaymiz. Kattalarning narxi hozirgi kunda $795 dan, bunisiga keladigan bo'lsa 35 kilolik narxi $645. Mana bulari 25 kiloliklari $595. Mana bunisiga 15 kiloligi bo'lsa $495 tashkil qiladi. Kichkinasi bo'lsa hozirgi kunda $445 tashkil qiladi. Bu xullas bular hammasi yumshoq xamirlar uchun. Endi men chuchvara, sonsa xamiri yoki aytaylik qandaydir qattiqroq, ya'ni ko'proq cheburikdan qattiq bo'larkan, to'g'risini bilmasdim.
cheburek xamirini tayyorlagan, qattiqroq xamir tayyorlash uchun deb so'ragan mijozlarimiz uchun mana bu Xitoyda sondiqli xalqli sondiq mechalka deyiladi. Shularni tavsiya beramiz. Bularda afzalligi ko'rib turganingiz bu ichidagi aylanadigan spiralli deymizmi, lopatalari oldiga ham, orqaga ham aylanadi. Ikkita funksiya bajaradi. Mana bu yerda ko'rsatib qo'yilgan. Biri o'ngga, ikkisi chapga, o'rta stop. Bundan tashqari alyumin stoplari ham bor. Endi buning ichida xamir tayyorlangandan keyin xamirni olish ham qulay. Ko'rib turganingizdek bitta движение bilan qozonimiz bemalol to'ntariladi va xamirni olsangiz bo'ladi. Bunisi hozirgi kunda 50 kilolik 380 ga ishlaydigan 3 fazaligi bu. Xuddi shuni 50 kilolikni ozgina kichkinasi 45 kilolik bo'lardi. U 220 ga ishlaydi. Bu hozir 380 ga ishlaydigan bo'lmasi. Xo'p, bundan keyingisi pedalli model deyiladi. Buni ham ko'rganingizda ko'proq chuchvara xamir tayyorlash uchun ishlatishadi. Sondiqlari, buni spirali bor. Ko'p buncha boshqacharoq qattiqroq qilib ishlangan. Bu ancha qattiq narsalar. Xo'p, buni narxi narxlarni tanishtirib o'tamiz, lekin buni narxini esdan chiqarib qo'ydik, to'g'risi video davomida yozib qo'yamiz. Pastroq mana shu kameradan faqat yozib qo'yib qo'yamiz buni narxini. Xo'p, mana bunisi 15 kilolik. Xuddi shu narsani 15 kilolik. Ko'rib turganlaringizda bu ham oldiga orqaga aylantiradi. Qozonchalari buniki ham bemalol to'kishga udobli. Eng yaxshi tomoni spiral mikser olsangiz albatta zo'r. Bu nimani bajarib ketaveradi, lekin hajmi sal xamir tayyorlashda ozroq, kamroq xamir qiladi bularga nisbatan va narxi o'ta qimmat. To'g'risi bularga nisbatan narxi qimmatroq bu. Yangi ish boshlayotgandagi shularni tavsiya qilamiz. Bunisi eng kichkinasi bo'ladi, 10 kilolik bo'ladi. Bu ham xuddi shunaqa yengil движение bilan buni o'ntarsa bo'laveradi. Aytganimizda oldi orqaga aylanadi. Narxlarga keladigan bo'lsak, kattasini narxi hozirgi kunda 380 ga ishlaydi. $800 bu ham narxi. Buniki narxini aytib o'tamiz, yozib qo'yamiz. Bu 15 kilolik narxi hozirgi kunda $360. Ko'rganingizda juda chiroyli, yaxshi ishlangan 10 kilolik narxiga keladigan bo'lsak, buning narxi $320. Kimga shu va shunga o'xshash stamoylar kerak bo'lsa, bemalol pastki nomerga aloqa chiqarasiz. Bizda bundan tashqari pechlar turlari ham bor. Pechlarni video qilmaganimiz sababi hozir yuklarimiz tugab qoldi. Yangi yuk kelsa, inshaalloh ularni ham aniq qilib o'tamiz. Va bizda patnislar ham bor. Shularni ham qator ko'rsatib qo'yaylik mana. Patnislarda antiprigarni qoralardan bor. 5 sm-lik, 3 sm-lik buni setkaliklari bor, teshik-teshigi bo'ladigan, baland past, prostoy va mana shuni ko'rsatib o'tayman. Formalar ham bor, baget forma, har xil bor patnislari. Bemalol zakaz qilaverasizlar va undan tashqari bo'xanka qoliplar ham bor. Xullas bizni magazinimizga kelgan odam bitta biznes uchun boshlashga nimaiki kerak bo'lsa, hammasini o'zi uchun komplet qilib olib ketishi mumkin. Biz bilan qoling va biznes qilishda davom eting. Oxiriga so'raymiz.